Oh, mani bugun kayfiyatim juda yaxshi. Men bugun hammaga yaxshi gapiraman. Ha? Voy, mami idish necha kundan beri qarashib yotibdi. Hali yuvilmagan. Voy, kelin. Ay, Kamolaxon. Labi oyijon, Mana 4 ta idish yuvib qo'yish ishmi? Kechadan beri rakvinada yotibdi-ya. voy oyijon, uzr, esimdan chiqib qopti. Esiz qayerda sizni? Bizning davrimizda rakvinada idish yotmasdi. Shayton siyib ketardi, xonmi? Xo'p. Bu yer jonivori men sug'ormasam, it sug'ormaydi-ya. Ichinglar. Ay, Kamolaxon. Labi oyijon, Bu yer ham gapirar ekanda. O kasofat. Sen menga 1 bersang, men senga 1000 ga beraman derkan. Siz ham bir kun suv ichmay chanqab yuringchi, yura olasizmi? yo'q, yura olmayman. Ha, yashin. Bizning davrimizda shlanka bo'lmagan. Satilda suv quyardi, chelak-chelak tashirdi, xonmi? Xo'p oyijon. Hopillamang. Shu hopingizdan allergiyan bor deysiz. Hop deb qilmaysiz. Qiling shuni. Xo'p. Oxiri shu musri ham o'zim to'kaman. Bu uydagilar yeb chichadi, baribir o'zim to'kaman. Ovozingdan qoning kelsin, tekinxo'rlar. Hoy. Mana kiram yotibdi-ya. Kamolaxon? Xo'p oyijon. Mana bu kir o'lgur 3 kundan beri yoyilib, g'ujanay bo'lib ketdi. Qachon olasiz buni? Hozir olaman, prosta ulgura olmayapman-da. Voy, nima ulgurmaysiz? Hamma ishni men qilyapman-ku. Olib qo'ying kirni. Xo'p oyijon. Hopillamang. Xo'p. Voy, hopillamang menga, hopillamang. Shu hopida allergiyan bor shu qizga. Xo'p. Xon saroy degan bakal ekan bu. Voy. Xalqi menga tiqilib o'lgurlar. Kim yedi? Mana taruzi yegandan keyin olib borib qo'ymaydimi? Ha, hozirgiringdan qoning kelsin zallan. Makka sanoyim qani? Shu ham qolmasin endi, sanlarni dastingdan shu. Men damlamam ham qolmasin. Odam ish halol bo'lganda-chi bu uydagilar. Meni ham yevarardi. Hay, kelin. Labi oyijon. Kim yedi mana taruzi? Yegandan keyin bu narsa chukurlamay o'lgur, olib borib tashlamaydimi? Boring, mana Makka saroyini to'ldirib qo'ying. Xo'p bo'ladi oyijon. Hopillamang menga. Boring, mana buni ham olib keting. Xo'p oyijon. Hopillamang deyapman sizga. Yana buni usulga tashlab yubormay, qo'yingdi. Tarasatingiz ishlab qo'yga olib chiqib berarsiz. Xo'p oyijon. Hopillamang deyapman men sizga. Xo'p oyijon. Hopillama. Xo'p. Bonu, this is a pencil. Jonga dedi, o'rganmayman ingliz tilini. Noisa, sen qiz til o'rgangin deb repetitorni uyga olib kelib qo'yibman. O'qisang bo'lmaydimi? Buvi, deydi o'zim ingliz tilini o'rganib zerikib ketdim. Nima qilishim kerak? Nima, o'yinga tushib beraymi? Buvi, insofingiz bormi? O'rtoqlarim bo'lganda zo'r o'rganardim. Demak, sen qizga boshqa yo'l tutish kerak. Boshqa yo'l tuting. Demak, bu xotin o'rganishni bilmayapti. Voy, o'rgatmayapsizmi, Lobarxon? Yo, astag'firulloh, o'rgatyapman-ku Bonu. Aldayapsizmi? Yigitingiz bilan yurak chala tashashib o'tirasiz bir-biringizga. Voy, o'li. Bu yoq qanday bo'ldi? Shu qiz ergitiga qolsa, meni boshqa joyga olib boring. Bo'ldi. Men seni hozir bitta zo'r joyga olib boraman. Bor, kiyinib chiq. Lobarxon, hozir kuzatib boraman sizni. Bilton. Ha, to'g'ri ekanman. Buvi, meni qayerga olib keldingiz? Ingliz tiliga olib keldim. Yana ingliz tilimi? Sen o'zing uyda bitta o'zim zerikmanman. Bolalar bilan qo'shilib o'rganmoqchiman deding-ku. Menga qara. Qabrdan to 5gacha ilm izla deyishgan, xonmi? Obbo, bitta gapni ham to'g'ri gapira olmaysiz. 5dan qabrgacha ilm izla deydi buvi. Keyin men buni jazolab olay. Qanday hujumligini odamni chazmada. Gapni qo'ymaydi. Qani bugun men sizlarga Bilton English School bolalar o'quv markazi haqida gapirib beraman. Birinchi asosiy ma'lumot, 1,5 soat emas, 2,5 soat dars bo'ladi. Onanib ketinglar. Bolalar zerikib ketmaslik uchun 3 xil xonada, 3 xil ustoz bilan dars o'tiladi. Qoqindavlar. Endi bu yoqda sizlarni bolalar ingliz tilini tez va oson o'rganishar ekan. Voy, sizlar bu yoqqa bir kun olib bormasanglar, men ingliz tiliga boraman deb to'polon qilishar ekan. Nega desanglar, bolalarni zeriktirmasdan har xil o'yinlar bilan tilni tez va oson o'rgatib qo'yishar ekan. Bilton English School 3 ta filiali bor ekan. Uyingizga qaysi yaqin bo'lsa, olib boraverasizlar. Hop, bo'lmasa turib gapira qol-ya. Ayo, sit down qilib gapiraman. Mana endi meni navaramni Bilton English Schoolga kelayotganiga 4 oydan oshibdi, ustozim. Buni o'qishlari qanaqa, yaxshi o'qiyaptimi? Very goodmi yo very badmi? Yes, she studies very well. You can see yourself. Bonu, tell me about yourself, please.
Yes, my name is Razia Banu. I am 5. I like studying here. Now I can read, I can speak, and I can write too. Come on, join us. I love you, Grandma. Voy o'zim onani. Thank you very very much my children. Sizga ham thank you teacher xon. Assalomu xo'jayin, yaxshi keldingmi? Ha, hamma yog'illaringmi? Hamma shu yerda xo'jayin. Menga qaralaring. Agar klient sallani jalba qilsa, sallani so'yib olaman. Tushundilaringmi? Kelishdingmi? Kelishdik. Doimni ishga shagonmas. Men xo'jayin ko'pik ichib olay. Optilardan biridan kelgan.